Мы сегодня на площадке Винном Resort Charvak. Как вы видите, у нас тут мангал. У нас немного будет лайв-формат. Мы попробуем во время готовки рассказать вам немного подробностей о нашем проекте. Познакомитесь с папой поближе. Да и в целом узнаете нас немного ближе, поэтому пробуем такой формат, так скажем. Сегодня стейки и шашлыки. За шеф-повара назначили меня. Bo'tda tegida o'zi havo beradigani bor. Ani yashigini bu yoqqa olib turlar. Yana sal suraveringlar. Mana stolga qaratasiz. Stolga qaratasiz. O'shana bir Yo, bu mana после скрытия. Так, знаете, что предлагаю? Давайте быстрый салатик сделаем. Это тоже сюда уберем. Вот сейчас я принесу остальные вещи. Тут будут основные вопросы, которые мы будем обсуждать вместе с отцом. Пока давайте мы сейчас быстренько сделаем микс салата для нашего барбекю, а потом мы уже потихонечку перейдем к вопросам. Не знал? Ладно, добавим вот так. Резать смысла нет, да, будто бы? Qurilishni qanaqa boshlaganmiz o'zi? Nima bilan boshlaganmiz? И bizani katta отличиямыз bo'lgani bu qurilish boshlaganimizda sotuv bo'limini sразу ochmaganmiz. Birinchi именно yer ishlarini bu yerda qilib, основной binolarni ko'tarib, bu villalarimiz, tunnel ishlarini, ularni bitirib bo'lganimizdan keyin biz sotuv ofisini ochganmiz. Nimaga unaqa qilganmiz? Ko'pincha qurilish kompaniyalar 90% birinchi sotib, insonlarning puliga qurishadi. Bizda sal boshqacha narsa bo'lgan, o'shanga hali bitta o'zingiz aytib bersangiz. bu fikrlarimizni, bizani o'ylagan proyektlarimizni tushuntirish juda qiyin edi, chunki bu birinchi resort hisobida qurilayotgan komplekslardan biri bo'lgani uchun oldin biz o'zimizning mablag'larimizni hisobida shu narsani yaratdik. Odamlarga ko'rsatdik, nima bo'ladi, qanaqa kommunikatsiyalar bo'ladi, nimadan iboratligini bizga tushuntirishga harakat qildik, ko'rsatishga harakat qildik. Ana endi bizga shu narsani ko'rsatishimizga, odamlarga tushuntirishimizga qulay sharoit yaratish uchun biz oldin o'zimizning fikrlarimizni amalga oshishiga 100% bilganimiz uchun sarmoyamizni, bizning finansiyalarimizni qilgan holatda qilishga harakat qilib, mana endigina buni rivojlantirib, investorlarimizga jalb qilgan holatda mana endi bu yog'iga ko'pchilik bilan davom etadigan. Chunki bu juda katta kompleks, juda kelajagi bor kompleksi uchun bu yerda ko'pchilik bilan bir yoqdan bosh chiqargan holatda shu narsani tugatishimiz kerak bu yog'iga. Bitta eng asosiy tomonlari bu ozеленение. Ozеленение ko'rayotganinglardagi o'tlarda, tepalarda уже 3000 tadan 4000 tadan oshiq daraxtlar ekilgan hozirgi kun obyektga. Hozirdan biz bu narsa qilayotganimizda также, мне кажется, Adam более подробно buni ham gapirib beradilar. Sabablardan biri daraxtlarni adaptatsiyada o'tkazishimiz kerak. Chunki biz bu yoqqa ekmoqchi bo'lgan, bizning nazarda tutgan daraxtlarimiz hammasi razmerlari katta. 4 metr, 3 metrdan yuqori, 5 metr yuqori daraxtlar keltirib olamiz. Uni ob-havolari, bu sharoitlarga adaptatsiyadan o'tish uchun vaqt kerak bo'ladi. Shu sababli biz parallel davomida ham qurilish ketyapti, ham betki sharoitiga, bitta ob-havolarga mo'ljallangan holatda daraxtlarni o'zi ekish boshlayapmiz. Chunki odam manzaraga chiqadi. Chiqqanda daraxtzor, bu yerlarni salqinlik, ob-havosi namlikni yetirsak, odamlar komfort bo'lishini harakat qilamiz. Shu sababli daraxtlarga o'sha halitdan boshlayapmiz. Chunki ko'pdan ko'p qurilishlarda qurib bo'lgandan keyin ekiladi, u qurib o'z holatiga kelguncha vaqt kerak bo'ladi. Bizda qurilishlar ham davom bo'ladi. Qurilish bitganda daraxtlarimiz hammasi Xudo xolasa juda bir chiroyli shaklda odamlarga manzur bo'ladigan holat bo'ladigan umiddamiz. В целом shu bugungi kundagi основной mavzularimiz shu edi. O'shanga alohida bo'linglar. Sizlarni stolimizga chaqiramiz.